Har kuni bitta aldanyapti. Har kuni bitta mashina sifada. Mayli tashang boshqalar aldanmasin, Dilmurod bizaga o'xshab qolmasin. Tashang mayli o'zbeklar aldanmasin. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga Germaniya orzusida yurganlarni aldayotgan mashinniklar va ularni qanaqa sxema qilayotganligi haqida gaplashamiz. Bu bo'yicha bizga kelib tushgan murojaatni sizlar bilan birma-bir tahlil qilamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda o'sha opani qanaqa aldanganligini bir eshitib chiqamiz va undan keyin to'xtatib har birini tahlil qilib boramiz. Marhamat, eshitinglar. Iltimos, hojam bizga yordam bering. Germaniyaga ofisi bor bitta organizatsiya Health bizga $253 bir oldi. Ana bu dogovor tashlash uchun unaqa HM skladiga sizlarga upakovkaga unaqa qilamiz deb ishga yuboramiz deb keyin $388 oldi viza formaga deb keyin viza formadan keyin $70 xizmatimiz uchun dedi. Xo'p, shu yerda shubhali 3 ta narsa bor. Birinchisi, bu aytyapti, shartnoma tashlash uchun pul berilyapti. 150 yevro atrofida shartnoma tashlash uchun pul so'ralyapti. Germaniyada hech qanday shartnoma beruvchi, ish beruvchilar shartnoma uchun pul olishga haqqi yo'q. Ya'ni shartnoma tekin hisoblanadi. Bu birinchi yolg'on. Ikkinchi yolg'on, viza formani to'ldirish uchun buncha ko'p pul to'lanmaydi. Viza forma deyarli tekin hisoblanadi. Faqatgina elchixonaga kirayotgan paytda siz davlat bojini to'laysiz xolos. Keyin uchinchi shubhali tarafi xizmat haqiga 70 yevro olyapti. Birinchi shubhali tarafi, agar частный, ya'ni xususiy ish beruvchilar bo'lsa, xizmat haqi bunchalik arzon turmaydi. 70 yevro turmaydi. Kamida 500 yevroki 1000 yevro turadi. Agar bu rostdan ham Germaniyada firmasi bor, nemis ish beruvchi bo'lsa, bu tekinga qilib berishga majbur sizlarga. Davomini eshitamiz. Mana xizmati uchun deb oldi. Endi tamom dedi, shu bilan sizlar kelasizlar. Undan keyin bitta Alina deganiga berdi. Bu ishlarni Nikolay degan bachaq qildi. Xo'p, shu yerda yana bir shubhali tarafi bor. Birinchi, Nikolay degan bola bundan pulni olyapti, bahonalar qilyapti, sabablarini topib berib pul olyapti. Ikkinchi marta pul olishga kelayotganda rol almashyapti. Ya'ni boshqa qiz bolani beryapti. O'sha qiz bola bu opadan yana sabablar topib, yana pul olishni boshlaydi. Alinaga berdi. Endi pul masalasi, bronlarni, biletlarni Alina qiladi dedi. Aniqlaydi, sizlarga olib beradi dedi. Bizga 26-sentyabr uchun ketishimiz kerak edi. Keyin 26-sentyabrga уже Ozarbayjondan bizga приглашение keldi. Unaqa suhbatga. Keyin aytdiki 26. Xo'p, shu yerda yana bitta shubhali tarafi bor. O'zbekiston fuqarolari, O'zbekistonda istiqomat qilayotgan, hozirgi vaqtda O'zbekistonda yurgan odamlar hech qachon Bakuni elchixonasidan Germaniyaga hujjat topshira olmaydi. Agar siz oxirgi 6 oy davomida o'sha Bakuda yashagan bo'lsangiz, ya'ni doimiy ro'yxatda o'tib yashagan bo'lsangiz, shundagina Bakudagi elchixonani topshira olasiz. Agar siz hozirgi vaqtda O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, hech qanaqasiga boshqa davlatda joylashgan, hattoki mana qo'shni Qozog'istonning elchixonasida ham hujjat rasmiylashtira olmaysiz. Faqatgina O'zbekistonda elchixonasi mavjud bo'lmagan davlatlar, misol uchun Avstriyaga hujjat topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz eng yaqin elchixona Moskvada joylashgan. O'sha Moskvadagi elchixonadan hujjat topshirasiz. Bundagina ruxsat bor. Lekin O'zbekistonda Germaniya elchixonasi mavjud bo'lib turgan holatda siz shunchaki buni chetlab o'tgan holatda boshqa davlatdan hujjat topshira olmaysiz. Bu mutlaqo mumkin emas narsa. Qonunan 6 oy o'sha hududda yashagan bo'lsangizgina iloji bor. Boshqa holatda iloji yo'q. Davom etamiz. Sizlar ketolmaysizlar, ha desak aytdiki, unaqa страховой polislaringiz yo'q, $500 berishlaringiz kerak dedi. Ba'zi iltimos qilib $300 qildirdik. 1 yillik страховой polis taxladi. Xo'p, sug'urta rasmiylashtirish aytilyapti, $500'mish va buni iltimos qilganlardan keyin $300 ga tushiribdi. Страховой polis bo'lsa, masalan, sug'urta bo'lsa, u odamning iltimosiga qarab o'zgaradigan narsa emas. Buncha pul ham turmaydi u. Yana bir yolg'on. Endi deyapti, Germaniyaga borishlaringiz uchun deyapti, Bakuning konsulstvasi deyapti. Sizlarga bank shot ochishlaringizni talab qiladi Germaniya. Xo'p, yana bir yolg'on. Ishga Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz hech qanaqasiga Germaniyadagi hisob raqamga pul qo'yish majburiyati yo'q. Ya'ni shart emas. Pul qo'yishga majbur emassiz. Faqatgina siz ishlayotgan bo'lsangiz, oila a'zoyingizni chaqirmoqchi bo'lsangiz va bunga oyligingiz uni boqish uchun yetmaydigan bo'lsagina, o'shanda hisob raqamiga pul qo'yasiz. Agar siz O'zbekistondan Germaniyaga Ausbildung dasturi orqali borayotgan bo'lsangiz ham pul qo'ymaysiz. Faqatgina ta'lim yo'nalishida til kurslariga borayotgan bo'lsangiz pul qo'yasiz.
Bakalavr yoki magistratura uchun bormoqchi bo'lsangiz pul qo'yasiz, lekin qolgan barcha holatlar, ishga ketish holatlarida hech qanaqasiga pul qo'yilmaydi. Davom etamiz. Yadan deyapti 480 yevroga deyapti. Sizlar viza karta ochishlaringiz kerak. 500 yevro. Germaniyadagi hisob raqamga pul qo'ymoqchi bo'layotgan holatda hech qanaqasiga viza kartaga qo'yilmaydi pul. Germaniyada joylashgan banklarga qo'yiladi. Misol uchun Fintiba banki, Deutsche Bank yoki qaysidir Germaniya hududida joylashgan banki o'ziga qo'yiladi. To'g'ridan to'g'ri qo'yiladi. Hech qanaqasiga siz kartangizni ochib, kartangizga pul tashlamaysiz. İçiga pul qo'yishlaringiz kerak. Bizga yordam berib bilasizmi? 1011 dollardan berdik dugonam bilan ekonomimizda. Ikki kishini 1011 dollardan pulni olgan. Ikki kishi 2200 dollardan oshiq pul ketgan, prosta takka. O'shaning uchun hurmatli vatandoshlar, agar sizga Germaniyadan, skladdan til bilish talab qilmaydigan, rus tili bilan kelsang bo'laveradi deb turib qaysidir elchixonadan ketasan desa, ishonmanglar. Bu 100% mashinstva. Endi savol tug'iladi. Xo'p, skladga Germaniyaga ketsa bo'ladimi? Katta ehtimollik bilan yo'q. Nimaga? Germaniyaning o'zida yetarli darajada ishchilar ko'p. Masalan, Ukrainadagi urush tufayli qochib borgan qochqinlar, Afg'onistonda urush tufayli qochib borgan qochqinlar, Suriyadagi urush tufayli Germaniyaga borgan qochqinlar yetarli darajada ko'p. Ularni davlat ish bilan ta'minlab berishga majbur. Va bu uchun ham davlat, ya'ni Germaniya ularni til kursida o'qitib 1 yil, ularni vaqtinchalik ta'minot bilan ta'minlab, uy-joy bilan har biri uchun pul to'lab 400 yevro atrofida shuncha qilib tayyorlab, ularni ish topib berish kerak davlat. Ish bilan ta'minlash kerak va ularni xuddi shunga o'xshagan skladlar yoki boshqa narsaga qo'yadi. O'zida mana shu darajada ko'p ish bilan ta'minlash kerak bo'lgan odamlar turgan holatda O'zbekistondan Germaniyadagi skladga deyarli odam olinmaydi. Agar sizga Germaniyadagi Amazon skladidan yoki qaysidir firmani skladidan ish bor, upakovkachilik qilaman, shu qilasan, shunaqa degan va'dalar bersa, hech qachon ishonmang. Mumkin emas, deyarli qiyin narsa. Faqatgina pochtaga yoki shunga o'xshagan holatlarda 8 oylik mavsumiy ishlar ruxsat bor. Boshqa hech qanday holatlarda deyarli ruxsat yo'q. Agar siz baribir Germaniyaga ketmoqchiman, ishga ketmoqchi bo'man deydigan bo'lsangiz, sizga qo'yilgan birinchi talab til. Nemis tilini bilishingiz kerak. Sertifikatingiz bo'lmasa ham til darajangiz zo'r bo'lishi kerak. Lekin agar sertifikat oladigan bo'lsangiz, ketish ehtimolligingiz oshadi. Ikkinchisi, siz O'zbekistonda qanaqadir mutaxassislik diplomiga ega bo'lishingiz kerak. Mutaxassis bo'lmagan holatda to'g'ridan to'g'ri Germaniyada xohlagan yo'nalishga keta olmaysiz. Bu Rossiya emas, bu Germaniya. Va ular mutaxassis talab qiladi. Yuqori salohiyatli, tajribali mutaxassislar kerak Germaniyaga. Yoki O'zbekistonda oliy diplomingiz bo'lsa, diplomingiz Germaniyada tasdiqlanadigan bo'lsa, keyinchalik Germaniyaga ketishingiz mumkin. Bunda ham hech qanaqa banknot qo'yilmaydi, shartnoma uchun pul qo'yib olinmaydi. Ish beruvchi bilan suhbat qilasiz. Agar siz unga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shartnomani yuboradi va Germaniyada O'zbekiston joylashgan Toshkentdagi elchixonasiga uchrashuv uchun termin belgilaysiz va shu orqali borib hamma hujjatlaringizni topshirib, to'g'ridan to'g'ri Germaniyaga viza olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Yoki hozirgi holatda agar hamma hujjatingiz tayyor bo'ladigan bo'lsa, onlayn tarzda ham vizaga ariza topshirish imkoniyatiga egasiz. Hurmatli obunachilar, agar sizga shunaqa takliflar bo'ladigan bo'lsa, hech qachon ishonmang. Hech bo'lmaganda ChatGPTdan sizga ko'rsatgan har qanday hujjatlarni tekshirib oling. Hech bo'lmaganda. Bo'lmasa mutaxassislarga yuborib tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu videoni imkoniyatingiz bo'lsa, boshqalar ham aldanmasligi uchun boshqa do'stlaringizga yuboring, videoga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu videoni ko'proq ommaga tarqalishiga yordam beradi. Rahmat hammaga.